Assalomu alaykum, assalom, qarsaga erishtirmayapti qanaqaligida. Assalomu alaykum, bormisiz, omonmisiz azlarim? Kirib kelayotgan bayram muborak bo'lsin. İnson sevgisiz sarop bo'lmasin. Armon o'tida kuyib yonmasin. Qalb tutashsin u, ozor chekmasin. Kuy navo hamisha baxtdan yaralsin degan qarsakchalar. Rahmat. Bilasizmi? Haqiqatan ham sizga shuni ma'lum qilamizki, Asl Qudratli prodyuserlik markazi siz aziz muxlislar uchun yildan yilga konsert dasturlarini tashkil etib kelishyapti. Bugun siz kutgan, siz sevgan san'atkorimiz minglab, to'g'rog'i millionlab, milliardlab desam adashmayman, qalblarning egasi bo'lgan, o'zining kuy qo'shiqlari bilan xalqimizni, elimizni xonadonlarga kirib borayotgan. Azlarim, odatda biz bu insonga ta'rif berayotganda Xorazm kuylari kuychisi yoki Xorazm bulbuli deymiz. Men esa bugun bu insonni hozirgi kunda bergan konsert dasturlari dunyo bo'yicha juda ham ko'pligidan bir narsani aytishim mumkinki, bu insonga shunday ta'rif bersak bo'ladi. Jahongashta san'atkor desam adashmagan bo'laman. Bugun konsert dasturi Samarqandga yetib keldi. Qarsaklarida bunga aylangan Bunyodbek Saidovning konsert dasturiga kelgan har bir mehmonimizga alohida aytib o'tamiz. Aynan konsert tashkilotchilari nomidan boshimiz zamin qadar rahmat aytamiz. Boriylarga shukr aslar. Biz esa bir savol bilan murojaat qilmoqchimiz. Konsertimizni boshlaylikmi? Labay. Eshitmayapti. Yashang. Yana bir bor assalomu alaykum aziz onalarim, har yil bizni konsertimizga keladigan, duo qiladigan samarqandlik onalar, hoji onalar, bayramlar muborak bo'lsin, xush kelibsizlar. Bu yil ham vaqtlaringizni ayamasdan, daromadlaringizni, pensiyalaringizni ayamasdan kelganlaringiz uchun katta rahmat va yana asosiy rahmatni aytaman. Sizlarni konsertga yuborgan, konsert xabarini eshitib, onajon siz har kun eshitadigan, har kun qo'shiqni qo'yib raqsga tushadigan farzandingiz Samarqandga kelibdi. Konsertga boring, bizning nomimizdan mana maza qilib keling deb onasini, otasini, oilasini yuborgan, amma xolalarini, yaqinlarini yuborgan farzandlaringizga alohida rahmat, kelinlaringizga, nabiralaringizga rahmat. Qarsaklar uchun rahmat, salomat bo'linglar. Bir 101 degan qo'shiqni ham, zakasni ham bajardik. Endi birgalikda yomon odamni yeydi.
yaman ey odam odamni yeydi ba'zilar biridan yaman ey odam odamni yeydi. Markazi jamoasiga xususan ushbu prodyuserlik markaziga rahbarlik qilib kelayotgan oliyjanob inson, qalbimizdan joy egallagan qadrdon akamiz Azizbek Qurbonovliga o'z minnatdorligimizni izhor etmoqchimiz. Agar malol kelmasa Aziz akamga bitta qarsak chalaylik o'rtadan. Azizbek Qurbonovli ushbu qarsak siz uchun minnatdorlik izhor etamiz, bilasizmi? Mana qarang, 2024-yil ham o'z yakuniga yetmoqda. Sanoqli kunlar. Qarangki, 5 kun, 6 kundan so'ng 2025-yil kirib keladi. Bilasizmi? Ana shu yilda sizga niyatlarim bor. Niyatim esa shunaqa. Yangi yilda mening ezgu tilaklarim shu. Mashinalar olsin hamma, yurmasin hech kim piyoda. Ushasinda har bandaning orzu, istak, o'ylari. Poydevori baxtdan bo'lsin hayot, umr yo'llari. Saxovatga to'lsin qalbi, baraka tuz oshida humo qushi sayrab tursin har kimning xonadonida. Quvonchlarga to'lsin dillar, ko'rmasin hech ozorlar, unutilib alam dardlar, shifo topsin bemorlar. Yangi yilda zo'r tilaklar jush uradi dilimda, baxtga yetsin sevishganlar, to'ylar bo'lsin elimda. Qayg'u g'amning tushi sinib, hech kimsani qolmasin, hamma inson kamol topsin, hech ham zavol topmasin. Yopiq bo'lsin, ochilmasin omadsizlik eshigi, farzandingizga farzand bersin, to'lsin mehr beshigi. Ezguliklar gullab unsin, ko'ngillardan ketmasin, g'iybat, hasad qurib bitsin, ko'ngil mehr muhabbatdan to'ysin. Yangi yilda baxt va omad hamroh bo'lsin har onda. Xullas, hamma baxtli bo'lsin go'zal O'zbekistonda. Rahmat. Men yaqindagina bir psixolog bilan suhbatlashdim. U kishi menga aytdilarki, Murodbek, bilasizmi? İnsanlar qarsak chaganda, ya'ni kaftlarda, mana shu tomonda, mana shu o'rtasida shunday bir his tuyg'ular bor ekanki, ular insonni quvonchiga, baxtga to'ldirar ekan. Shuning uchun biz suxandonlar to'yda, konsertlarda aziz mehmonlardan qarsak so'raymiz. Menga ishonmasangiz, qo'lingizni mana shu cho'zingda, qo'lingizni cho'zing, ozgina sirkilating, yaxshilab sirkilating. Endi bitta qarsak chalib ko'ring-da. Qarsak chalib ko'ring. Qarang, o'zi ishlayapti. Rahmat, bo'lingizga shukr. Keling, ozginagina bir lirik chekinish qilamiz. Hozir men bitta savol beraman. Asr Qudrati prodyuserlik markazi tashkil etgan mana shu Bunyodbek Saidovning konsertlariga ilk marta, birinchi marta kirganlar bitta qarsak chalsin, bitta. Rahmat. Birinchi marta kirganlar. Endi esa konsertimizga kirgan faqat onajonlar, opa-singillar qarsak chalsin. Rahmat. Endi esa xonadonimizning posboni Mart, aka-ukalar, yigitlar qarsak chalsinlar. Ana tushunarli. Hamma onajonisini, opasini, go'zal yo'llarni yuborishgan yigitlarimizga rahmat. Endi yana bitta savol bor. Bunyodbek Saidovni har yilgi har bitta konsertiga kelaman deganlar qarsak chalsin qani. Ba'zi ishondik, rahmat. Endi esa o'yinimizni ozgina davom ettiramiz. Shunaqa bo'ladi. Hozir DJimiz, musiqachimiz bizga bitta qo'shiq qo'yib beradi. Sizlar shu qo'shiqni zarbli joylari, udar joylari bo'ladi, bilasizlarmi? Ana shu joylarda qarsak chalasizlar. Qani qila olamizmi, yo'qmi? Birgalikda o'zi ko'rib ko'ramiz. Eshitinglar, qo'shiqni zarbli joylarda qarsak chalamiz. Bitta yoki ikkita. Tushunarlimi? Tayyormisizlar? Boshlaymizmi? Boshlaymiz degani bitta qarsak. Marasi, yaxshi. Raz, DJ, 2, poyexali. Hamma mehmonlarimiz juda ham aktiv, boringlarga shukur, biz harakat qilamiz. Yangi yilona mana shunday to'yona, shodiyona kayfiyatni sizga ulashishga. Lekin bir narsa meni yodimga tushdi hozir. Sababi mana bu yerda oppoq ro'mollarga erishgan hojiona, onajonlarim qarab turishibdi. Bilasizmi? Men ham xalqimizni, elimizni xonadonlarga, to'ylarga, konsertlarga xizmatga borishimdan oldin ayajonim yollarga boraman.
Ayajoni mani qo'llarimni duoga ochib duo qiladilar. Bolam son boribki, sandan faqat yaxshi so'zlar eshitaylik. Yuzing yorug' bo'lsin, zamoni go'yo bersin deb aytadilar. Ayojonlarimiz borlariga shukur, juda ham yaxshi ko'raman shuni. Lekin bilasizmi, mana shu bir necha kunda ozgina to'llar bo'lmay qoldi. Men o'sha shifoxonaning eshigini yonida turgan paytimda Allohdan bolamjonimga shifo tiladim. Allohim shuni menga qaytarib berdi. Borlariga shukur. Men Allohdan shuni tilamanki, dunyoning barcha onajonlari sog' omon bo'lsin, hech qachon betob bo'lishmasin. Dard, alam, sizlardan yiroqda yursin. Biz farzandlar barcha onajonlarning xizmatida bo'laylik. Boya Bunyodbek Saidov ham ota-ona haqida shunday qo'shiq kuyladilar. Men bundan juda ham ta'sirlanib ketdim. Bu qo'shiqlarni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin ijozat bersangiz, ushbu daqiqalarda davrimizni to'ldirib turgan onajonlarga 4 misra she'r aytmoqchi edim. Allohimga duo qilib, menga baxt va omad tilab, erkalatib boshim silab, mening xokisorim ayam. O'yin fayzi safoligim, beminnatim vafoligim, shirin so'zi shifoligim, meni xokisorim ayam. Boshimga ish yetar bo'lsa, omadim tark etar bo'lsa, yaqinlarim ketar bo'lsa, qolgan madadkorim ayam. Dunyo kelib qo'llarimga, chalg'isam o'ng so'llarimga, ko'zim tikib yo'llarimga, kutar intizorim ayam. Turishlari menga savlat, duolari oliy davlat. Alloh bergan poyi jannat, dunyodagi borim ayam. Chuqurlarga chiqishimga, zafarlarga yetishimga, ishonib zo'r bo'lishimga, yolg'iz duo qo'yim ayam. Allohimga duo qilib, menga baxt va omad tilab, erkalatib boshim silab, terim bo'lib turgan onajonlarim bor bo'lsin dunyoda. Rahmat. Boringlarga shukur, hammangizga rahmat aytamiz. Endi esa azizlarim, yana takror aytamiz, boya Bunyodbek Saidov aytib o'tdilar, Azizbek Qurbonog'li shunday bir saxovatli, yaxshi insonki, mana shu konsert dasturimizdan tushgan, sizlardan ezgu niyat bilan berilgan ezgu mablag'dan aynan xayriya ishlarni boshlaganlar. Har safar qiladilar bu ishni. Bu safar esa kechki dasturimizda e'lon qilinadi. Bir qadrdon aziz, ya'ni shu Asr Qudrat prodyuserlik markazining bir nima desam sizga, aziz muxlislardan va xayriyaga mana shunday nimaga muhtoj bo'lgan bir aziz insonimizga yo'llanma beriladi. Qanday yo'llanma ekanligini hozir aytib o'tirmayman, sababi bu daqiqalarni kechki seansimizda bashir etishadi. Men bir narsani aytmoqchi edim bu so'z bilan. Ilohim prodyuserlik markazimiz, Asr Qudrat prodyuserlik markazi jamoasiga, xususan Azizbek Qurbonog'liga mana shu xayrli ishlarda omad tilaganlar bitta qarsak chalasizlar. Va qarsagina usta badiiy sahnamizga ajoyib bir raqs ansamblining eng kichkina vakilini taklif etamiz. Marhamat, qarshi oling. Shohruh Abduvosif SMM operatorimizga alohida rahmat aytamiz. Yana bir karra Asr Qudrat prodyuserlik markazining barcha jamoasiga, eng muhimi esa sizdek aziz shinavanda muxlislarga bitta qarsak davom etamiz. Ketdik. Sahnada esa yuqorida aytganimizdek tarifiga so'z kerak bo'lmagan betakror ijod sohibi Bunyodbek Saidov qarshi oling.